odam zerib ketdi-yu, kampir. Shuni ayting. Hey, bari ishing tegdi. Baqir qilamatdi. O'zimizning ishing tagida o'tiribmiz-ku. Sizga xalaq bermayapmiz-ku. O'chiramadingmi? Bez. Assalomu alaykum. Ha, Ulug'bek. Men salom bermaysan. Hozir berdim-ku. Bizani quloqimiz yaxshi eshitmaydi. Bilasan-ku? Assalomu alaykum. Kimga baqir otsasan? Ha, betarbiya. Yoshligidan shunaqa edingsan. Qilib bergan tuxumiga sal. Uraymi? Xo'p, uzr. Uzuringni pishirib ye. Nega sening bizani ishing teng supurmayapti? Bilmasam endi, darslari ko'pdir, vaqt bo'lmayotgandir. Erga tegisi kelmayaptimi? Sovchilarga yomonlavaringlar. Menga qaranglar, sizlar darslardan yashab oladimi o'zi? To'ydirib yubordinglar-ku. Sizlarda kichik grad odamlar yo'q. Ko'ch qutulsam kerak sizlardan. Chol. Ani, yo, bismillah. Voydod. Mana bu qo'shnining rastidan dod. Arslonim urib pachog'ini chiqarib tashadi. Mana shunaqa mushtumzo'r odamlarga ham chora ko'ruvchilar bormikin? Hali ko'rasan. Seni qimataman. Ko'rasan. Qilgan ishingga javob berasan hali. Voydod, xaloyiq. Yordamga kelinglar. Kelinglar, sonimni qaranglar. Mana yotishini ko'rdinglarmi? Olsa. Yozsanmi? Mana yozib. Yozur, tekcha nima turay? Boshingni yugur. Qo'lga tushdingmi? Kabinetingga necha marta bordim. Joyingda yo'qsan. Voy, o'zim o'rgilib ketay, hokim bolam. Yaxshiyam kelib qolibsiz-ey. Men o'zi 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi, 5-chi guruh nogironiman. Siz yordam berarmikinsiz deb cholim bilan chiqdim. Bitta oyog'im umuman ishlamaydi, yurolmay o'tirib qolganman, bolam. Hozir ko'rib keldingiz-ku. Tort oriymi? Yurmay dot, ishlamay dot diyor. To'xtanglar. Biz hammani sharoitini o'rganib chiqib, keyin yordam beramiz. Yoz, hokim aytdilar. Chol. Bolam baxtiga. Nima xos do'da, men kameraga olishim kerak. Amin olgan, baxti. Nima xos do'da? Yordam berasan. Uyim